Lacetti avtomobilimizda rul burganda g'irtillab ovoz chiqarib qo'ygan akalarim. Buni aybini topib yo'qotib beryapmiz. Mana yaqinroq kelganda videoni. Mana Lacetti avtomobilni paqirchasi, kimdir stakan deydi, bu chashkasi bo'ladi. Xuddi mana shu narsani bu Xitoy akalarim, bunisi originali. Iloji boricha paqircha qo'yib turganda jem original qo'ygan yaxshi akalarim. Mana zazorni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana ko'rasizlar zazorni. Kelmoz zazori bor, bunda zazor yo'q mana. Bitta ochib qaraymiz. Mana ko'rasizlarmi? Nima bo'lgan? Endi metroq qolib keldim, hurmatli operator. Mana ko'rasizlarmi? O'sha bunda paqircha bosilib qolib, materiali tuftalina hisobiga bosilib g'irtla ovoz chiqarib qoladi akalarim. Juda ko'pchilik hadov qilgandan keyin shunaqa masala bo'lib ko'rasizlarmi? Bu qancha yil, necha yil xizmat qilgan, lekin unaqacha cho'kib ketmagan. Endi bunga ikkita JM original paqirchani qo'yib beramiz. Avtomobilda umuman rul bo'lganda ham boshqa yo'llarda ham xudo xolasa ovozlar yo'qoladi inshaalloh. Mana shu videomizni Lacetti Gentrasi bilan tanishib jo'natib qo'ying. Men borgan sari tajribamni o'zimga o'xshagan hamkasblarni va avtomobil minib yurgan haydovchilarga foydali bo'lsin deb olamiz. Har doim o'zini tabassum ta'kidlasin. Juda anchadan beri kuzatib turib, lak bosib bizni qo'llab-quvvatlamayapsiz akalar. Bizlar qo'llab-quvvatlasalaring, sizlarga manfaatli videolar olishda davom etamiz. Har doim yuzlaringiz tabassum ta'kidlasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.